Salom bolalar. Bugungi biologiya darsimizni boshlaymiz. Darsimiz mavzusi sudralib yuruvchilar sinfi. Bugungi darsimizdan maqsad sudralib yuruvchilarning suvda hamda quruqlikda yashovchilardan farqi, sudralib yuruvchilarning turkumlarga bo'linishi. Sudralib yuruvchilarning asosan quruqlikda hayot kechirishga moslashgan 8000 ga yaqin turlari bor. Sudralib yuruvchilarga kaltakesaklar, ilonlar, toshbaqalar, timsohlar kiradi. Suvda hayot kechirayotgan turlari ham bor, lekin ular ikkinchi marta suvda hayot kechirishga moslashgan, chunki atmosfera havosi bilan o'pkasi orqali nafas oladi. Sudralib yuruvchilarning tana tuzilishi, shakli har xil. Quruqlikda, suvda, daraxtda, tuproq ostida hayot kechiradiganlar ham bor. Tanasi bosh, bo'yin, tana, dum va 5 barmoqli oyoqlardan iborat. Ilonlarning oyoqsiz kaltakesaklarning oyoqlari yo'qolgan. Sudralib yuruvchilarning terisi quruq va unda bezlar juda kam. Terining sirti muguzli tangachalar, suyakli qalqonlar bilan qoplangan. Sudralib yuruvchilarning hazm qilish sistemasi suvda va quruqlikda yashovchilarga o'xshash. Og'iz bo'shlig'ida harakatchan go'shtli tili, og'izni ushlashga va shu bilan bir vaqtda ta'm biluvchi organi bor. Ilonning tili ingichka, uchi ayri bo'lib, ta'm bilish organi hamdir. Xalq orasida ilonning zahari tilida degan so'z haqiqatga yotmaydi. Ilonning zahari ustki jag' suyakda joylashgan zaharli tishida bo'ladi. Sudralib yuruvchilar ayrim jinsli urug'lanish hammasida urg'ochisining ichida sodir bo'ladi. Ba'zi bir turi urug'langan tuxum qo'yadi. Ba'zi birlari tirik tug'adi. Sudralib yuruvchilarning ko'plagan turlari ham nam, issiq tropik, subtropik, mo'tadil iqlimli joylarda hayot kechirishadi. Ba'zi bir ilonlar, kaltakesaklar quruq iqlimli dasht va cho'llarda, tog'larda uchraydi. Suvda hayot kechiradigan turlari ilonlar, toshbaqalar, timsohlar tuxumlarni suv qirg'oqlariga qo'yadi. Sudralib yuruvchilar zararkunandalar bilan oziqlanadi. Qishloq xo'jaligiga katta foyda keltiradi. Odamlar ko'pchilik turlarini oziq sifatida foydalanadilar. Teridan ham har xil zeb-ziynat buyumlar yasaladi. Ayniqsa ilonlarning zaharidan qimmatbaho dori-darmonlar olinadi. Hozirgi paytda timsohlarni va ilonlarni ko'paytiradigan maxsus fermalar, ilonxonalar barpo qilingan. Sudralib yuruvchilar sinfi 4 ta turkumga kiradi. Ular xartum boshlilar, tangachalilar, toshbaqalar va timsohlardir. Xartum boshlilar turkumining vakili Gatteriya. Mana bu rasmda ko'rib turgan bu Gatteriya. U Yangi Zelandiyaning kichik orollardagina saqlanib qolgan, juda qadimdan kelayotgan hayvon. Ular davlat tomonidan qo'riqlanadi. Gatteriyalarning tashqi tuzilishi kaltakesakka o'xshaydi. Tanasining uzunligi 75 cm, massasi esa yarim kilodan 1 kilogacha bo'ladi. Tangachalilar turkumining vakillari ilonlar, kaltakesaklar, xameleonlardir. Xameleonlarning tanasi ikki tomondan qisilgan, bo'yni kalta, dumi uzun. Dumi daraxt shoxlarini o'rab ushlashga moslashgan. Oyoqlarida uzun 5 panjalari bo'ladi. Oyoqni uzun yopishqoq tilini chiqarib ushlab oladi. Ikkita katta ko'zi bir-biridan mustahkam harakat qiladi. Tanasining rangi tez o'zgaruvchanligidan bular o'zgaruvchan xameleonlar deb atashadi. Ilon, mana bu rasmda ko'rib turganimiz
Ilon qovurg'alarining pastki uchi muskullarning orasida bo'sh yotadi. Shuning uchun tanasi tez egilib, bukilib, tez harakatlanadi. Ilonning bosh qismidagi ko'plangan suyaklari bir-biri bilan harakatchan birikkan. Shuning uchun ular oziqni oson yutadi. Qozog'istonda uchraydigan ilonlarning 18 turining 4 turi zaharli ilonlardir. Unga oddiy va dashqaro ilonlar, qalqon tumshuq va kobra ilonlar kiradi. Zaharli ilonlar ozig'ini tishlaridan ajraladigan zahar yordamida ushlaydi. Ilonning zahar bezlari ustki joqsuyakda, ko'zlarining orqa tomonida joylashgan. Ilon uchi ayrimsimon tili orqasida atrofni paypaslab sezadi. Ilonning zahari tiniq sarg'ish rangli hidsiz bo'ladi. Toshbaqalar turkumiga kiradigan hayvonlarning tanasi muguzsimon qalqon bilan qoplangan. Qozog'istonda dala va baqqoq toshbaqalari uchraydi. Dala toshbaqasi Qozog'istonning janubiy quruqlik daralarida, cho'l zonalarida keng tarqalgan. Qalqonni qo'ng'ir sarg'ish rangli, oyoqlarida 4 ta barmoqlari bo'ladi. Yiliga 3-4 oy aktiv hayot kechiradi. Boshqa vaqtlarda uyquga ketadi. Erkaklarning ustki qalqoni gumbazli bo'ladi. Urg'ochlarida yapaloqroq bo'ladi. Erkaklari 11-12 yilda, urg'ochlari 12-13 yilda jinsiy yetiladi. Dala toshbaqasi yoz faslida ham, qishda ham uyquga ketadi. Yiliga 2 marta 4-5 ta tuxum qo'yib, ko'payadi. Dala toshbaqasi kunduzi aktiv hayot kechiradi. Bu toshbaqa haqida qisqacha ma'lumot edi. Endi timsohlar turkumi. Timsohlar bular sudraluvchilarning yuqori pog'onasida turgan guruh. Timsohlar turkumi 3 oilaga bo'linadi. Ular haqiqiy timsohlar, alligatorlar va gayallardir. Ular asosan daryo va ko'l yoqalarida hayot kechirishadi. Boshida va anal teshigi yonida ozgina teri bezlari bo'ladi. Qozog'istonda sudralib yuruvchilarning 49 turi uchraydi. Toshbaqaning 2 turi, kaltakesakning 29 turi, ilonning 18 turi hayot kechiradi. Qozog'istonning Qizil kitobiga kaltakesakning 6 turi, ilonning 4 turi kiritilgan. Mana bolalar, sudralib yuruvchilar haqida sizlarga ma'lumot berdik. Endi dars tushunarli bo'ldimi? Dars tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi mustahkamlash uchun sizlarga savollar. Birinchi savol: sudralib yuruvchilar qanday turkumga bo'linadi? Ikkinchi savol: Qozog'istonda sudralib yuruvchilarning qanday turlari uchraydi? Mana shular haqida qisqacha daftarlarimizga yozib qo'yamiz. Uyga vazifa: mavzuni yana bir takrorlab chiqish. Shuning bilan darsimiz tamom.